Assalomu alaykum azizlar. Bugun 14-aprel sanasi. Hammaga xayrli kech. Azizlar, yana sizni sog'intirib she'rlarda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz bu faqat she'r mavzusi azizlar. Hech kimni qalbiga ozor berish niyatimiz yo'q. Hech kimni tanqid qilish niyatimiz yo'q. Keldi, yozdik, aytyapmiz. Haqqini yemang, og'ir bo'ladi. Bu insonlarga ibrat she'r sifatida baholasa, hammalarga yaxshi kayfiyat, xotirjamlik. Haqqini yemang, og'ir bo'ladi. Bu dunyoni o'ylab xomtama bo'lmang. Hamma inson ham bir kun o'ladi. Oson luqma kelsa ham aslo birovni haqqini yemang, yomon bo'ladi. Bu xalqumga halol rizq soling. Haromni tashlang, pokini oling. Yashashligi abadiy jannatda qoling. Birovni haqqini yemang, yomon bo'ladi. Olmang birovni haqqini o'g'irlab. Hamma narsani qo'ymang nafsga to'g'irlab. So'ng oxiratni boy berib yig'lab. Birovni haqqini yemang, olov bo'ladi. Haqqini yesangiz olov kiradi. Sizga do'zaxdan joy tayyor turadi. Hatto qabringizda azob to'ladi. Birovni haqqini yemang, yomon bo'ladi. Harom luqmadan saqlasin Alloh. Birovni haqqidan bersin panoh. Shayton fitnasidan yuraylik yiroq. Birovni haqqini yemang, jannat bo'ladi. Halol luqmada duo ijobat. Alloh buyrug'iga qilib itoat. Ko'zingizdan tinmas yosh, tinmas ibodat. Birovni haqqini yemang, jannat bo'ladi. Azizlar, she'r yoqqan bo'lsa, kommentariya, like, podpiska bosib qo'yib eshitish esdan chiqib qolmasin. Yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar. Hammalar sog' salomat bo'linglar. Ozgina ibrat bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Birovni haqqini yeyishdan Alloh o'zi panoh bersin.